Barchaga assalomu alaykum deb qolaman YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Trend jamoasi bo'lyapti. Ya'ni do'stlar, bugungi video roligimizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyat xursandmiz. Agar siz bizni birinchi marta ko'rib turayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishingizga umid etamiz. Ya'ni do'stlar, bugungi video roligimizda biz aldanganlar, ya'ni tushganlar shousini 3-qismini olamiz. To'g'risi, kechadan buyon bir ikki kishiga telefon qildik, rozi bo'lmadi video rolikni YouTube'ga qo'yishimizga. Agar rozi bo'lsa qo'yamiz telefon qiladigan insonlarimiz. Hozir bir bolaga qilamiz. Hozir Temur degan bitta bolaga telefon oldik, telefoniga javob bermadi. Endi Firdavs degan jahon chempioni sovrindori, ya'ni Qozog'iston Ostonada bo'lgan belbog'lik kurashchi jahon chempioni sovrindori bo'lgan ekan. Tojikistonda taniqli yulduzlardan biri. Shu insonga telefon hazil qilishga harakat qilamiz. Endi videolarimizni boshlaymiz. Respekt hamma g'aribon, bilanka faxish kuneton, baroyi mehnatimo, yaktalakcha moneton, podpisasa kuneton. Uf. Bilasizlar nima bo'lishlaydi? O'zlarini sohalardan qiladigan ishlaridan har xil hazillar qilishga harakat qilamiz. Biz undan oldin har xil so'zlar yozib tayyorlab oldik. Ko'rsatuv davomida kim gaplashsa, o'shani shularni qo'yib, ya'ni shularni ko'rsatib, shu narsalarga doir gapirtirishga harakat qilamiz. Unda do'stlar, biz videoroligimizni boshladik. Hozir telefon qiladigan insonimiz sal jahldor inson, so'kib yuborishlari mumkin. Ana shunaqa so'kib yuborgan joylarini kesamiz. Bu safar har doimgidek zonzonlik o'ynasak men o'ynayman, chunki ular любой holatda meni taniydilar. Shuning uchun bu ikkalari o'ynashadi. Men chiqib biladim. Давай. Zonzik. Bu bola bir avval so'ralardi. Давай, siz qilasiz. Petlichkani qo'lingizga oling, telefonda ovoz yaxshi chiqsin. Давай, men petlichkani qo'lingizga shunday qistirib qo'yamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Qandoysiz aka? Yaxshi. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Bo'ladi, mayli. Ha, belingizga quvvat bersin. Qanday ketyapti? Bo'ladi. Va kurashlar bo'lyaptimi aka? Ha. Qozog'istonda nechinchini olib keldingiz? Qozog'istonda birda. O'btalni ham yiqitdingizmi? Ha. O'btal qiyiqda ekan o'zi hozir. Ha? O'btali qiyiqda ekan deyman. Qayerda? Shu o'btali bilan bir yana bir kurash olmaysizmi? Men bir 1000 somon qo'ymoqchi. Mayli. Qachonga olasiz? Qachonga bo'lsa? Hozir qiyiqdasiz dalni Mamintga. Ha. Yo, qiyiqdasiz dalni Mamintga. Manmi? Ha. Ko'chada. Qiyiqda aka. Ha? Qiyiqdasiz-ku hozir. Shektaman. Yo, qiyiqdasiz, qiyiqda hozir siz. Joyingiz qiyiqda. Qayerga bo'lay? Yo, kelmaysiz. Men shu unitaz ishlamayapti hozir, shunga men bir kurash tashkil qilay dedim. Ayo, kurash. Men o'zim boraman qaqatsa. Yo, xo'janga kela olasizmi? Yo'q, xo'janga boraman men. Yo, qiyiqdasiz-ku hozir. Ha, aqtama. Savo emasmi, pechkalar ishlayaptimi? Bittelyapti. Yo, Firdavs aka. Kurash tushaylik bir. Men yo'q deganim yo'q-ku. Nay cholib bersam kurashni qanday olasizki? Tushunmadim. Nay cholsam men kurashni qanday olasizki? Nay? Ha. Men menga shu pulini bersam buni nay kerak. Bu men kurashchi emasman. Ha. Men naychi aslisiga. Ha, bo'lsa nay to'g'ri puli bersam bo'ladi. Qancha deysiz? Siz любой odam bilan kurash olasizmi? Men orqangizdan turib pul tikib o'raversam bo'laveradimi oxi? Bo'ldi. Qanchagacha men tiksam siz yiqtasizga. Aptekalarim bor meni, aptekam. Ha, aptekan bormi? Aptekam bor, men aptekani tikib o'raman shu desangiz. Ha, yo'q, aptek. Bo'lmi-yo'qmi? Ha, filda ham ag'daradi shu desangiz. Tushunmadim. Filda ham ag'darib berasiz sizga, filda. Ishlamayapti aka hozir aptekada ham. Yo'q-a? Ha, shu desangiz ishlamayapti. Ayo. Hozir sizga qanaqa dori kerak dedingiz? Mangami? Ha.
Mistika Shu Germaniya tiskisi bor. Limondan qilibdi, limon tiski. ha. Uni ichsangiz siz aytgan narsalardan ancha kuchli turadi aka. Nimaki u? Limon tiski Germaniyadan kelgan, o'zim tayyorlab, asliga 200 so'mga keladi, men 500 so'mga sotaman. Ha, nima qiladi ekan? Tuz huzur bo'lib ketasiz aka. Nima? Tuz huzur bo'lib ketasiz, tuz huzur. Yo'q, bizda 6 kuzur ham bo'laradi. Ko'p katta kuzur nima kerak? Va tuz huzur bo'lsangiz yaxshi emasmi? Yo'q, 6 kuzurdan 6 kuzur yaxshi qo'lda pagon yo'g'ilib payti 6 kuzurga ko'taradi-ku. Yo'q, tuz huzur babu baqvat aka. Ay, yo'q, 6 kuzur bo'lsa bo'lmaydi. 6 kuzur boshqa odamlar. Bakalashkani qap qo'g'ib bo'lib turasiz tepada aka. Ha. Bakalashkani past emas, tepada qap qo'g' bo'lasiz aka. Bo'ldi, sen bakalashka bu. Tamom aka, bakalashka desangiz bakalashka. Tamam. Qo'chqorlaringiz bormi aka? O'zim qo'chqor-a? Qo'chqor qana qora dumbali qo'chqormi? Ya, shu turmug'i osilib turgan katta qo'chqor bor-ku, shunday. O'ylanganmisiz? Ha. Pannalarda deyishdi. Siro. Ko'payib ketgan. Siromni? Ha. Simarinki olmay yemaysizmi? Hozir simarinki yangi so'ldi. Hozir o'zi olib keldim oldimga mana. Ha, jo'ningnikidan. Yemaysizmi simarinki? Yo'q. Hozir Tojikistonning o'lli kurashchisi siz ha? Ha. Qizil kurashchi siz emasmi? Tushunmadi. Qizil kurashchi siz emasmi? Qaysi qizi? Qizil belbog'li degani. Yo'q, adashibsan. Belbog'ingiz rangi qanaqa? Ko'kaloq. Ko'kaloq? Ha. Zangor emasmi? Yo'q, ko'kaloq. Siz gavdangiz katta edi, men Qozog'istonga borganimda bir ko'rdim sizni. Ha. Shundan keyin muxlis bo'lib qolib, ko'chada Arinda kvartira degan joyga nomeringizni urib qo'ygan ekan, kurashchi deb. Men sizni shu yerdan nomeringizni oldim. Telefon qildim, sekin hozir kelib o'tirib telefon qilyapman-da. Ha. Hozir sizlarda ham yomg'ir yog'yaptimi? Yo'q, bizda qor yog'yapti. Qormi? Ha. Qorga aylanib ketdimi darrov? O'zi ichkarida qor yog'yapti. Va sovurmayaptimi? Yo'q, issiq bo'ldi, endi havo salqincha bo'ldi-da. Nima ish qilyapsiz hozir siz? Yo'q, aytmayman, Siz Zanmassaga ham boryapsizmi? Zanmassa bizda har kun qilamiz, nokka qilmasa bo'ladimi? Ya Zanmassa siz Zanmassa deyapman aka men sizga. Ha, Zanmassaga ham boramiz har kun. Chekib ichmang-da, shu Zanmassa qilsangiz ham chekib ichmang. Yo'q. Nachina qilib. Shogirdlikka olmaysizmi meni shogirdlikka? Bo'ldi olaman. Qachon bir ko'rishib o'tirsak ular kuchlar qanaqa, baqot bo'laman men ham. Shu desangiz men hozir tazam ariq maydachaman, lekin chayir akaman shu desangiz. Shu bilidan uzib, yilka bilan tirab, shu men ko'kraklarini qiyib o'raman-da shu desangiz. Anavi Diqqasovni taniysanmi? Kim? Diqqasovni. Qassob? Ha. Yo'q, men qassoblardan tanishim yo'q. Mana shu boqatda shu Tavsiya qilasizman yesam shundan. shu qora qo'shqordikidan yega, qizilligidan. O'ylanganidanmi, o'ylamaganidanmi? Yo'q, o'ylangani ham bo'laradi. O'ylangani yaxshi ta'siri kuchli. Yo'q, o'ylanganni o'zingizdan qiyosda, o'ylanganni belida quvvat qolmaydi, shu desangiz hozirgi ma'lum. Yo'q, nima deydi? Boqat bo'ladi-da u. Ha. Xo'janga kelmaysizmi aka? Xo'janga boraman. Barik davchalar bo'lyaptimi? Ha? Davcha ochyaptimi? Davchalar? Ha. Ha.
Dovuçça uriydi ama dovuçça sen oğlum kamakadı. Bo'lmayaptimi? Buga dovuççalar katta. Hujamga kelsangiz bir o'tirmaymizmi ziyofat qilib, bir ikkitasini tashkil qilib olib kelib. Bo'ldi. Kelasizmi oxi? Ay. Va tuvaletlar yangi qilganmiz hozir hamma joy yangi. Aboylarni yangi urib qo'yib. Va siz kelasiz deb ataylab yangi o'zi aboylarni urdik, kapillarni tirdik, burchatkalarni chotki qilib urib qo'yamiz. Shpagacha tuvaleti yo'qmidi? Ya borida sal eskiroq edi-da, sal bardavroq edi. Shu Firdavs Ali kurashchi keladi deb hozir ataylab qilyapmiz-da. Qilib qo'yinglar. Bitta ko'p ichmayman, kamroq ichaman. Ichasizmi, brat? Ichasizmi? Yo'q, biz tuvaletda ushqatib yurganingga tomondan ko'p ichmayman deb. Ha, yo'q, siz bemalol o'tirib olib, yeb chiqarasiz deyman-da sizni. Yo'q. Markir degan narsa nima degani men tushunmayapman-da. Markir degani nima degani men tushunmayapman. Mankir? Markir. Degani. Bu zo'r degani. Zo'r degani emas. Men sizga savol berdim, shuni ham topolmayman. Siz qanaqa kurashchisiz va tavba qildim men. Bu zo'r degani. Va markir degani to'g'ri turgan plomasterni markir deydi. Yo'q, bu zo'r degani. Markir degani men plomaster deb o'ylayapman-da. Bosh katta bo'ladi-ku chizishga. Zo'r degani do'xo. Zaryadingiz ishlayapti? Men shu sangi zaryadim ulyapti-da, 13% qolibdi, qarang-a. Tugasam keyin bemalol deyapti. O'zingiz ushqa bemalol ekanda telefoning. Ot yirkagida yuribsizmi? Otingiz bormi, otingiz? Ishay bormi? Va shu desangiz meni ham antenam chiqmay qoladi bir arada. Shunga eshagimni ustiga o'tirib olsam, anten birdanasiga ko'tarilib internetda chitirji ishlab ketsa dengda. Ulamaki birdan o'zi ko'tarilib ketaman deb aytasanmi desam, antena ko'tarilib ekan. Shunday. Bizda antena suroqda sa. Sizlarda qanday ishlayapti? Bizda Jono? Qaysi Jono? Jononga bordim bir kecha. G'ayra dambadan. Jononga bordim bir kecha. Gugurtlaringiz bormi? Hammasi bu, hamma. Olib kelishingizda shuni bir alov qilib, sandalga o'tirmaganimga mancha bo'lib ketdi, bir o'tirsa ekalamiz. Oyoqni tiqib olib, bir oyoqdan issiqlikni tortib, sal tepagacha kelgandan keyin deb o'tirib. Namdi bo'lsa. Sizni joningizga tegmayapmanmi? Sizga joningizga tegmayapmanmi? Men sizni to'la zirik qizlarni o'rishisham yaxshi dam bo'ladi. Fortichka degan ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Fortichka degan ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Qiyiqda bo'ladi? Va qiyiqda bo'ladi? Shodoqa. Kim? Shodoqa. Va derazangiz bormi? Kichkinachasini ochsangiz fortichka deydimi? Va ruldamisiz? Ishaydi rulidami? Va qulog'idan tortib burang bo'lmasa? Va pavrodningni yog'ishni bilasizmi? Yo'g'im bo'lmasa pavrodningni yog'im. Yo'qmasa, hozir yo'lda kelishda Dehmoyda avariya ko'rdim-da, pavrodning yo'g'magan ekan, avariya bo'lib ketdi. Shunga pavrodning yo'g'i yuring deyman-da. Zadni o'tlar ishlayapti?
qiyiqda ko'rsatdik-ku, eshakni zadniyati qiyiqda bo'ladi. Olding qanday qaraysiz? Orqaga qaraganingizcha oldingizdan keyin bironta urib ketaversa-chi? Orqaga qaramaydi ona. Zadniyatni qanday ko'rasiz? Zadniyati orqada da. Galstugi bormi mashinangizda? Qanaqa rangi? Rangi 25. Hozir 24 emasmidi? Yo'q. Hozir babichka moda bo'lyapti ekan mashinalarga, shunga babichka olib qo'yib olasizmi? Nomeringiz eski nomerda ekansizda bo'lmasa, galstukda bo'lsangiz. Hozir TJ degan yangi nomerlar chiqaryapti, Tojikistonga ham qo'yilmanman. Soliq qancha bo'lyapti-ki eshagingizni? Soliq bitta qo'shqor. Texas motorini qanchaga to'layapsiz? Texas motori bepul. Bepulmi? Bir qop o't. Bir qop o't. Ya jonim. Va kondisioner qo'yishga ham sizni usta deyapti. Kondisionerni bir qo'yib bermaysizmi? Hammasiga men ustaman, ko'jon, hammasiga. Yo'q. Nima ish qila olasiz? Qo'lingizdan keladigan ishni ayting. Oyligingiz naq. Qo'limdan nima ish kelmaydi degan? Nima ish kelmaydi? Hamma ish keladi. Nima ish kelmaydi deganimda savolimga javob bering. Nima ish kelmaydi? Hech nima ish yo'q, hammasi keladi. Hammasi keladi. Ya qo'ying endi, aldamang endi yo'q. Ya qo'yishdimi, yo'tibman, mashina ko'tarib turganim yo'q-ku. Yo'q, men sizni ko'tarib turasiz deganim yo'q. Men ko'tarib, maqlas qiynalib o'zingizni qiynamang. Siz hozir yotayotgan paytingiz, hozir erta kurosh bo'lib qolsa birdan sizga. Keyin Obid akani ko'tara olmay o'tmang uni. Yo'q. Obid aka hozir qaysi taraflama yomon o'libdilar? Obid aka yonboshga yomon o'libdilarmi? Ko'tarib kalangiz bilan tashyaptilarmi? Ayting baland. Qanday ishlaganingizni qaytib ishlagan? Uchaveradi. Havo bilan uchiraverami? Kalla bilan tashaveradi yomon. Yomon. Va qo'rayib ketmang tag'in havosiga. Yo'q. Polvonlardan yomon tutun chiqadi aka. Yo'q. Ko'tar. Yonbosh qilganingizda yonbosh yo'qmi sizda shu? Yo'q. Gavdangizdan siz bitta ot to'daraman deb turibsiz. Ot to'daraman. Bo'ya uyimizda orqasiga bitta furat qilib qolibdi shu desangiz, men traktor kerak, men Firdavs akamga telefon qilaman, chiqarib beradi o'tiribman. Traktorlarni ko'tarib olaman. Mana o'shani aytaman-da, traktor bilan kelib traktorga bekorchi pul rasvot qilib o'tiribdi. Shuni to'rt uzib olmaysizmi bir joyini? Shuni aytaman-da mana. Material sotgan ekansiz deyman deb eshitdim yoshligingizda. Qirg'izda. Qirg'izda sotgan ekansiz, nima oldi aziz odam deb. Material yetganmi? Sotmaganmisiz? Eshikma material sotaman, kelinglar, olinglar deb yurgan ekansiz. Yo'q. Va men sizda bitta qirg'izcha gapirib bering, hay bo'lmasa. Qirg'izcha so'ylasang-chi, yo. Ana ko'rdingizmi, material sotgansiz qirg'izda. Qanda? Ko'rdingizmi, aytmaysiz sotganingizni. Endi bitta ikkita yiqitib qo'ying, menga maqtanasiz. Yo, maqtanmang o'qa endi. Men bilan kurash olsangiz, men belingizni uzib qo'yaman. Bo'lasiz, men shunga sizga qanday qilib yiqilib bersam, men shunga o'ylanyapman bir oydan beri. Shu yonbosh bo'lsa, chiqishdan bo'ldi, u yiqilib berishni o'ylama. Men o'zim yiqita olaman. Va men sizga yiqilib bersam, shu Rossiyada yaqinda chempionat bo'layotgan kurash haqida, shunga yiqilib bersam sizga qancha berasiz? Pulidan gapiring. Pulni? Bilasanki, unaqasiga men pul bera olmayman do'qman. Va bitalni yiqitib beraymi? Yana qaysi kurashchilar kerak sizga? Qaysirini yiqitib ber? Bo'ladi, javoblarni eshitsam bo'ladi. Kim? O, Zaynobiddin bor-ku, Zaynobiddin Zayba. Biz qasobi ixtoladammi? Ya biz qasobidingizni tanimayman men. Zaynobiddin bor-ku. Zaynobiddinni men yiqitib beraman. Garanti. Yo'q,
to'g'ri yiqsam bo'ldi, yiqilib o'zim yiqib olaman. Zaynobiddinni yiqita qo'yaydimi? Yo'q, ularni o'zim yiqitaman. Ular qishmaydi. Telefonni chiqolchasida shunday o'darib qo'yaman, chalpayday bo'lib tushadi yerga. Ha. Ana ko'ringda Zaynobiddinning ahvolini. Ya uni men ham zo'r yiqitaman-ku, shu san diqqat solib yiqitam bo'ldi. Biz qassobingizni yiqitsam bo'ldimi? Ha. Yiqilib qolsam chiqasizmi orqamdan? Ha. Siz ham yiqilsangiz nima bo'ladi? Shu yiqitishga kerak do'qon, men aytmasligim uchun. Men yiqib tashaman, ama. Ha. Ikki kishi bo'lib olsak bo'lmaydimi shuni? Yo'q bo'ladi. Va men ko'rinmaydigan xosiyatim bor ekan, men oyoqdan chalib yuboraman, orqada siz ushlab yiqitib yuborasiz. Yo'q. Ha. Ah. Shunda 3 tonni ichib qo'yganimda yiqitib qo'yasiz. Tonni ichasan? Ha, shunday tortib ichib qo'yaman, o'sha paytda ko'taraman degancha yiqitib qo'yasiz. Ha, sen o'zinikini ichasanmi, nasib? Yo'q, unikini ichib qo'yaman. Ha, shuni o'zim, tonni ichib qo'yaman. Bitta hayron bo'ldim. Shu yechib qo'ysam ko'targancha yiqitib olasizmi? Men sizga mana bir yaxshi bir vaziyat olib kelaman sizga. Sham. Va qaraydi. Bu hammasi qaraydi, jum bosgan biz kengiz chalishni yiqitamiz, qaramaydi. Yaxshi ham kurashga qizlar bormar ekanda, bo'lsa qizlar borsa ko'ringda uni. Ha, qizlar borsami, aytma. Va Kimsan? Nima? Bu blogerlar sen bilan kamgina hazillashdi-da. Ha, Shuni syomka qildi, YouTube'ga tashlasam maylimi? ha. O'zg'asiga yetib bormoqda. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar. Juda ko'p joylarni har xil so'kinib yuborgan joylariga ovoz qo'ymadim, shunchaki kesib tashladim. Tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa, oldindan uzr. Hammaga rahmat. Like bosib kanalga obuna qo'yishni unutmanglar.